Assalomu alaykum biznesmen aka-ukalar, opa-singillar. Qanaqadir biznes qilaman, ammo pulim kam. Qanaqadir oshxona sohasiga biznesga kirib kelishim kerak deydiganlarimiz uchun bizdan ajoyib biznes uskuna hamda taklifimiz. Videoni oxirigacha ko'rib, sabr bilan kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, yana qanaqadir bizneslar qilaman desangiz, barcha uskunalar do'konimizdan xarid qilishingiz mumkin. Hozir sizga hamyonbop bo'lgan, kamgina pul bilan boshlanib, lekin katta oshxona sohasiga kirib kelishlik uchun qadam bo'ladigan kichkinagina biznes uskunasi haqida chiroyli qisqachagina obzorni qilib beramiz. Nima haqida gap ketayotganini ko'rib turibsiz. Ya'ni bu nima deydigan bo'lsak, stolni pirojki apparat o'zimiz ishlab chiqaramiz. Xo'p, o'zimizni seximizda ishlab chiqariladigan ustilari nerjavika, yonlari atsinkovka, taglari atsinkovka, yoniga patnis qo'ysa bo'ladigan, razmerlari 65 ga 67 razmerdagi stolni varianti, na stolni varianti, xullas stolli, stolsiz variantlari pirojki apparat. O'zingiz tarafdagi bozor bo'lsin, maktab oldi bo'lsin, bog'chani oldi bo'lsin, xullas mahallangizdagi center gavjum bo'ladigan joylarga endi qish kelayotgan paytida kichkinagina biznesda, ya'ni pirojka chiburi gumma qiladigan xona qilib qo'ying. Hech qancha pul ketmaydi. Joyingizni arendaga olasiz yoki bitta joyda gaplashasiz. Bozordan birga bir joyda gaplashib, o'tiradigan joyda alohida gaplashib olasizda. Shu uskunani qo'yasiz, pirojka qilishni bilsangiz bo'ldi. Pirojkani boshlaysiz. Endi biz apparat haqida ma'lumot berib o'tamiz. Biznes haqida endi o'zimiz qo'limizdan kelgancha ma'lumot berdik. Xo'p, pirojka stolni apparatimiz. Bunga oddiy tufta tent qo'yilmaydi. Tentlarni ko'rsatib o'taman. Og'zlarini ko'rsatib qo'yganligimiz uchun qolganlarini ochmadik. Original Turkiyani tentlari qo'yiladi, hammasiga обязательно. Va u tentni ko'tarib beriladigan original termostat qo'yiladi. Va termostatni ko'tarib berish uchun mana oddiy prostoy kabel emas, shu kabelni ko'tarib beradigan, tentni ko'tarib beradigan kabel qo'yiladi. Mana ko'rishingiz mumkin, mustahkam baquvvat kabel qo'yiladi. Ya'ni bu tentimiz ko'p tok yoqormaydi. Ekonomichniy, turetskiy 2,5 kilovat soatiga tok yoqadigan tent qo'yiladi. Original kabel, ustilari nerjavikadan bo'ladi. Yonlari atsinkovichniy 300 gradusgacha qizdirib beradigan original termostat qo'yiladi. Eng prostoy tuftasi qo'yilmaydi. Sifatlariga garantiya, kafolat beriladi. Mahsulotimizni tentlariga albatta kafolat beramiz. Xo'p, buni narx-navolari qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranda ko'rinib turgan raqamlarga aloqaga chiqsanglar, narx-navolar haqida batafsil ma'lumot beramiz. O'zbekiston bo'ylab istalgan nuqtasiga siz klient bilan kelishilgan holatda dastlabki xizmatlarimiz mavjud. Xo'p. Ya'ni xohlagan odam stolnisini olsin. Masalan, 65 ga 67 razmer birga bir joyda oladi, yoniga u narsasini qo'yish uchun pirojka stolini qo'yadi, oddiy 220 ga ishlatadi. 220 tok bilan ishlaydi, tamom. Gazga ishlaydigan chiqarmaganmiz, biz faqat tokga ishlaydigan originalni ishlab chiqaramiz. Xo'p, stolim bor desa, mana stolni varianti. Mana stolni ustiga qo'yib ishlataveradi. Bu ham xuddi shu uskuna bilan. Turetskiy tent, original termostat bilan jihozlangan. Free qo'yadiganlarimiz uchun mana Turetskiy deydimi, Xitoy deydimi, barcha uskunalarimiz do'konimizda hammasidan mavjud. Kimga nimadir kerak bo'lsa, fast food uchun, restoran, oshxona, choyxonasi uchun nimadir kerak bo'lsa, hammasi optim narxda birinchi qo'lda xarid qilishingiz mumkin. Hozirgi endi kichkinagina kirib keladigan biznesni biz reklamasini qilyapmiz, chalg'imaymiz. Xo'p, mana shu uskunamizni O'zbekistonda istalgan nuqtasiga telefon qilsanglar, xudo xolasa chiroyli qilib dastavkalari bilan yetkazib beramiz. Inshaalloh qo'lingizga yetib borgandan keyin ma'lum bir miqdorda yo'l kirani qoplaydigan zaklatni tashlab berasiz. Qolganini qo'lingizga yetib borgandan keyin to'lovini qilib olib qolasiz mahsulotimizni. Xo'p. Ekranda ko'rinib turgan telefon raqamlariga aloqaga chiqing. Kanalimizni yo'qotib qo'ymasligi uchun bundanda qiziqroq hali mingdan oshiq uskunalarimiz bor. Ularni obzorini albatta qilib beramiz sizga. Uskunalarimizni ko'rishlik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Hali grill apparatlarimiz bor, tovuq pishiradigan, KFC apparatlarimiz, shawarma apparatlarimiz, mesropka, suyagarra, xullas lag'mon apparat hammasidan bor. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yib, videoyimizga bir donagina sizdan ketadigan narsa, videoni ko'ryapsizmi, bir dona like bosib, kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldirib keting. Sizga yana qanaqa uskunalar kerak bo'lsa yozsangiz, biz albatta javob beramiz. O'sha narsani videolarni sizga tashlab beramiz. Bizga obuna bo'lib qo'ying. Salomat bo'ling. Biznes boshlaydiganlar uchun biznes uskunalar.